Ayni kunlarda Nukus shahri sun'iy intellektning markaziga aylanib turibdi. Sababi HealthTech AI Hackathon doirasida 200 dan ortiq tashabbuskor yoshlar tibbiyot sohasini raqamli transformatsiyalashni jadallashtirish bo'yicha o'zlarining startaplari bilan ishtirok etishmoqda. Bugungi startapda bizning jamoamizda 4 kishidan iborat bo'lib, kechagi saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o'tdik. Bizning startapimiz kecha ko'zni skaner qilish orqali odamning kasalligini aniqlash bo'lib, bu sun'iy intellekt yordamida javob beradigan chatbot yaratildi. Ko'zni skanerlash orqali kasalligingizni aniqlaysiz. Sun'iy intellekt esa sizning og'rig'ingizni xavfli bo'lsa, tezroq shifokor ko'rigiga yozdiradi yoki yaqin atrofdagi shifoxonani tavsiya beradi. 2-oktyabr kuni boshlangan hackathonda ishtirokchilar o'zlarining startap g'oyalarini soha mutaxassislariga taqdim etyapti. G'oliblar yakunda respublika bosqichida ishtirok etadi. Unda ham g'alaba qozonganlarga esa grant va investitsiyalar ajratiladi. Shubhasiz, ularning startaplari hayotga tatbiq etilishi ham bor gap. Men ismim Zilola. 2 yildan beri mana shu startap loyihalari bo'yicha ishtirok etib, o'zimni loyihalarimni amalga oshirib kelmoqdaman. Biz jamoamiz bilan birgalikda bugun mana shu hackathonga qatnashib turibmiz. Bu yerda biz shifokorlar bilan, ya'ni odamlarni, bemorlarni bog'lashni oson yo'lini loyihalashtirdik. Ya'ni bizda bu qanday muammoni oldini oladi? Shifoxonalardagi uzundan-uzoq navbatni oldini oladi. Ya'ni siz uyda o'tirgan holda bizani veb-saytimiz yoki platformamizdan foydalangan holda o'zingizni kasalligingizni sun'iy OpenAI ga kiritasiz. U sizni doktor bilan bog'laydi. Ya'ni siz mana shu doktorni mana shu hafta qabuliga yozib qo'yadi. Mana shu hafta ichida bo'sh kuni bor deb siz bo'sh vaqtingizga qarab turib band qilinadi. Bizga bunaqa hackathonlar juda ham kerak. Sababi eng asosiysi bu networking bo'ladi. Biza har xil taraflardan kelgan yoshlar bitta joyga yig'ilib turib o'zini loyihalarini almashadi, fikr almashadi. Masalan, men loyihamga boshqa kishi fikr berishi mumkin. Ular loyihasiga men shunaqa mukammallashib boradi. Yangi loyihalar uchun fikrlar uyg'onadi, g'oyalar keladi.